Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Strongate komandasi Chimyondagi 49 metr kvadrat joyga joylashtirilgan Naves'ning obzorini ko'rsatgani keldik. Xo'p, bu ko'rib turgan Naves'lar 49 metr kvadrat joyga taxlanyapti. Xo'p, shunday har doim ustonovka bo'lgan Naves'ni ko'rsataverasiz, ish jarayonlarini ham ko'raylik deb kommentariyada so'rashdi. Xo'p, shunga ish jarayonlarini ham ko'rsatgani keldik. Qani ko'rib bir baho beringlar o'zlaring. Xo'p, ko'rib turgan joyingizga tunikali naves qilinyapti. Shuning uchun falgalar qo'yilyapti. Bu falga nimaga ishlatiladi deydigan bo'lsanglar, ertaga yomg'ir yoqqanda taq-tuq etib ovozlar chiqmasligi uchun, uxlab yotganingizda bezovta qilmasligi uchun, hop, tunikaning tagida buni sovuriladi. Shunda ovozi sekinroq bo'ladi. Ko'rib turgan naveslar bitgandan so'ng, xudo xolasa buni obzor videosini joylaymiz. O'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishingiz mumkin. Sizga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling.